Bosh qismni sezuvchanligini kamaytirish haqida. Bu bosh haqida emas, albatta, olatni bosh qismini sezuvchanligi haqida. SNG davlatlarida hozir juda mashhur bo'ladigan va juda ko'plab bemorlarimiz so'raydigan usullar. Bu fillerlar va denervatsiya. Birinchisi yordam beradi, ko'pchilikka emas, o'sha maxsus lidokain testlar bor. Agar u bo'lsa, yordam berishligi mumkin. O'rtacha 1 yil 2 yilga sezuvchanlik kamaytirishligi mumkin. Ikkinchi usul haqida ko'proq gaplashmoqchiman. Denervatsiya polov nervi haqida. O'sha nervni kesib, sezuvchanlikni kamaytiramiz degan operatsiya hamma shifokorlar hozir trendga chiqargan. Lekin nimagadir hech qanaqa muammosiz deb aytib o'tib ketishyapti. Do'stlar, bu operatsiyadan keladigan muammolar juda ko'p, soni ko'p. Biz bu operatsiyalarni 2-3 yil oldin ko'p qilardik, no hozir iloji boricha kamaytirdik. Nima sabab? Biz bilan gaplashgan va boshqa Yevropa davlatlaridagi gaplashgan o'sha shifokorlar bilan olib muloqot qiladigan bo'lsak, bemorlarning ko'pisida foydadan ko'ra zarar bo'lyapti. Qanaqa zarar? Bu xuddi havoni qilganda olatni bosh qismini umuman sezuvchanlikni yo'qotib, jinsiy aloqadan huzur olish yo'qolgan. Ikkinchisi bu olat turishidagi muammolar, ya'ni ereksiya bilan bog'liq muammolar. Uchinchisi psixologik muammolarga olib kelyapti, chunki ularning ko'pchiligida oldin jinsiy aloqa qanchadir huzur bergan bo'lsa, hozir umuman bermayapti va operatsiya foydadan ko'ra zararga olib kelyapti. Shuning uchun do'stlar, operatsiyani 10 ta bemordan faqat bittasiga qilaman va sizga ham tavsiya bermagan bo'lardim. Qolgan usullarni iloji boricha qo'llab ko'ring va shoshilmang operatsiyaga. Like va kommentariy sizdan.